Assalamu alaykum. Uyghur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Gollandiyada yaşayotgan aktiv faoliyatchi Abdusalom G'ani efendim bilan suhbat elib bormoqchi. Abdusalom efendim, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Tor televiziya suhbat programmamizga qadam tashrif qilganingizni qizg'in qarshi olamiz. Oldi bilan o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Bulucu oldu bilen sizlerge rahmet muşu mezmununu bekerek küçep oturup koyup gün tertibasını kılış için küçe atmanlarla, hoşçakalınlarla. Ben Abdusalom G'ani özüm 2003 yılının ahırdan başlamış buldan diye yaşavadım. Hazır nöbette Hollandiya'daki Yaşa Uyghur Birliği Teşkilatı'nın reis oldu ben. Yeni Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'na hizmet kılıyorum. Sizce Xitoy nima uchun bugungi kun kelganda birdilla chet ellardagi ba'zi bir qism Uyg'urlarni vatanga ziyoratga o'rlashtiradigan bo'lib qoldi? Bence birdilla bo'lgan ish emas. Xitoy buni o'lchab bichib qilyotidi. Sharq Turkiston vatanimizda qilayotgan qirg'inchiligi davom qilib hozirgacha hamda xeyli jiq Xitoy o'zining planlarini amalga oshirib ketib boradi. Chet eldimi bu ishlarni davomli bizning aramizga nurg'un buzg'unchiliklarni silib mishadagi ishlarimizni biroq yo'ldan chiqarib biroq shu kasat holatga keltirish uchun tirishib keladi. Bu qilganimi vatanda vatan qilib qolgan qarindoshlarimizni qirg'in qilsa, chet elda fizik bizni bedenimizni bir yerga solab qirg'in qilolmaganligi uchun cheki chiqqanlarninki mushu Xitoyga qarshi turayotgan ishini qanday qilib bajarib tashlayman degan maqsadidagi planning birisi bu. Bu orqali Xitoy nishadagi bo'layotgan ishlarga eng zo'r unum beradigan darajada zarba berib, bizni faqat ish qilolmaydigan, hepimizga boshqalarga ishonmaydigan bo'lib, ondan keyin ro'yi jihatdanmi atrofimizdagi bayroqni inib kelib, bu kurashni qiladigan odamning sonini azaytib, o'zini Xitoyni irqiy qirg'inchilikqa qattiq nima deb yashaydigan odamni jiqaytib, Xitoyga qarshi ko'krak kerib, Xitoy mushkulatsi deydigan odamni azaytib, bizning ishlarimizni texmo azizlashtirish, hatto yo'q qilish uchun qilayotgan planlar ilib berayotgan bir ish bu. Sizce chet ellardagi vatanga ziyoratga berayotgan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligi bevosita uchragan turuqliq. Yeni Xitoyning planiga nima uchun moslashadi? Bu noktada şu sizlerin programı olsun veya ki başka televizyon kanalları veya başka vasıtalardan faydalanıp nurgun qarindoshlarimiz bo'libmi şu Xitoyning chet elga chiqqan Sharq Turkistonliklarning ishchiga buzg'unchilik soladigan va bu milliy kurashimizni bajarib tashlash uchun qilayotgan harakatlarga bekerek o'sharlik bilan qarab turadigan burundan odamlarimiz, ustozlarimiz, mesela şu G'ulom Osmon akamiz bor, Ruqiya Turdush, Yoshlar Qurultayida Dilya Musaboy qatorliq va boshqamiz Gollandiya olsun, g'arbcha yashaydigan boshqa suyimli qarindoshlarimiz bor. Bunun bana ait yaxshi javoblar oldu. Aşın Katar'da ben üzerinden hoşumcu bir fikrimdi desem. Bu endi chet elga chiqqan Uyg'urlar har xil sebep bilen ve her xil mudda bilen, her xil g'oya bilen chiqqan bo'ldi. Ular ba'zilar haqiqatan Xitoyning zulmidan qichib va sezib zulm chiqqanlar bor. Ondan keyin sezmay chiqib keyin sezganlar bor.
Bulapmı şu ırkı kırgınçılık bekerek evcigi çıkan şu 4-5 yıldan keyin ve onun aldıdarak buluştum burun çıkıp algan ve şu chet elde turup bu ırkı kırgınçılıkni jirak tutup körümüz gamdı. Körüp bunundan ibret edip burun taz sezmep dikenmi endi sezdim deydi galıva. Ama muşu işler ötüp ketkendan keyin bu sezilmegen bırak ro'y chiqib ketgan odamlarimiz bor. Bu ro'y chiqib ketgan odamlarimiz bir bilan yashaydi bular. Bunu az emas. Bu Xitoy ro'yini chiqarib etdi bunu. Ümitsiz bu adamlar. Bu adamlarda unda ma'naviyat degan narsa yo'q. Mushumu bu Xitoyning abayaqi bir yil chiqib qoldi bu Xitoy qanday bo'ldi deb savol so'radingiz. Bu bir yil emas, ashularimni qarab hisob qilib qilig'liq Xitoy. Ro'y chiqib ketgan Uyg'urlarni chaqirsa bu keladi u. Endi bu odamlarni men shu bedeni var robotga o'xshashli odamlar deb qarayman. Bu robot bo'lgan ekan bular. Bularning bunda bir g'oya, bir erkinlik, erkinlikning ta'min detaychi o'z vaqtida men bu chet elga o'zimning qadim bilan chiqqan bo'lgan ekan, o'zimning hayotim, o'zimning qadim bilan yashab boqaychi deydigan bir ichida bir narsa yo'q bular. Bunun bir maqsadi bormi deb savollar keladi. Bular nima maqsad? Bunun maqsadimi yo'q, hech narsa yo'q bu. Nimaga erishmoqchisiz? Ben nimaga erishmoqchi deb o'ylagandak erkinlik yo'q u. Ketib qolgan odamda. Ashuna bu kaladak ma'noda bular. Ben shunday qarayman. Bunun alayda bir maqsadimi yo'q, g'oyasimi yo'q. Avatan ko'rib bir tuqqan yo'qlab keladigan o tuqqanning nimaligini uqmaydilar. Yani o tasvirlash yerim yok bu insanlarda bu. Bu şunchalik narsani ko'rib ketib qolganlar. Bundaq vaziyatda biz qanday qilishimiz kerak? So'zlab bergan bo'lsangiz. Biz endi bu bo'libmi shu bayroqni hozirgacha ko'tarib Xitoyga qarshi turaman oshkora va bir kun bo'lmay bir kuni mustaqil bo'lamiz deydigan umidni qalbida yashatib kelganlar bizning hozir yashayotgan hayot yashash kerak. Endi gap biz ana umidni qanday qilib amalga oshiramiz deganga uni u boshqa gap. Bu mustaqillikni qanday olamiz, Xitoyda vatanimizni qanday qutqizib chiqamiz deganni bekerek o'ylasak-la, menimcha buni javob chiqadi. Ketib qolganlarmi? Buni bekerek konkret bir gap qilsam qattiq qo'l bo'lishimiz kerak. Ya'ni qattiq qo'l deganimda ularga qattiq o'zimizning Xitoyga qarshi dushmanlik ifodalagandek bular bizning o'zimizning ishchidan chiqib, mushu zulmni chekuvchining birisi turib, chet elga chiqib olgan, qirg'inchilik uchragan millatning chet elga chiqib olgan osonlik saqqaga odamlar turib, bu nimani tushunmagandan keyin bulug'imi qattiqroq pozitsiya tutib, ishchidan endi Allohdan umid kesilmasdaydi. Unda o'nki ishchidan yana ashulning qinida azroq bo'lsa-mu bir abayna ro'y yo'qolib ketdi bundan dedim. Bedeni olsun ben de Uygur'un bedeni olan diken azroq olsun bir narsa qaytib kelib qolsa yana to'xta men xato qildim deydigan bir narsa bo'lishi kerak. Ya endi kerak hozir plan qilib endi men mangitdim deb Mangalı tuğallığa gerek aldığına alacakmı bir gap. Olmasa bu robotlarga hem şu robotga muamele qanday muamele qilish kerak. Çünkü insan yaşar yaşab pasport ilişkimi en azın 5 yıl gidiyor o pasportta 5 yıl to'shqanda iltimos qilib yerimizning 5 yerimizning oyog'i bo'lgan ishdan hamini ko'rib turib yana to'xta deb o'ziga insoniy bir nimani şerefini beğenmeyen adamlardan önce ümitini kütmey, özümüzünü güçlendirip, özümüz şu işini düşengen Ankara'ga adamlar bu yolunu kandarak kılıp güçeytmez diyen noktadan bekerek muhtaç gerek. Aşağıda elimiz olmuş oldu. Biz güçeysek yol yoklarını belki bezbel oklarına takip etmek. Söhbetimizni bu yerda oxirlashtiraylik.
Ahırda Uyghur televiziyasiga vakolatan söhbətimizдің yaxşı elib berilishi uchun kuch chiqargan Abdusalom efendimga rahmat aytaman. Ko'rinmalarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar.